Assalomu alaykum Rabiyana, Gollandiyaga xush keldingiz. Rahmat. Mushqitimga Gollandiya safari nima maqsadlar bilan keldingiz? Qanday bir faoliyatlar bo'lib ketdi? Mushaqda bir qisqa bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Aldı bilen ben bütün axbarat orunlarına neçə gündən yaq sözlüdüm. Bugün özümün farzandlarimninki qo'ldan kelishçe yasab chiqqan Erk TV deganga so'zlayapman. Albatta avval özümün farzandlariga, özümün xalqimga ovozimni berishim kerak. Men sizlarninki mushunaq tirishchanlik bilan hammanglar o'z olaydiliginglar bilan xuddi bayatın Tibetlar mushuna chiqqandak bir singlar TV, bir singlar websayt, bir singlar boshqa narsa qilib har qaysinglar bir singlar madaniyat masalan Germaniyadagi Gulnar, nimedeki Amerikadagi Zübeyda xonimlar mush Uyg'ur ayollar komiteti qurgandak Uyg'ur xalqi bağansır uygunup özünün qo'ldan kelishcha alaydiligi bilan dunyodagi Uyg'ur davası ve Uyg'ur xalqining ozodligiga his qo'shayotidir. Avval men sening o'zing bilan bu savolingga javob berishdan burun qilgan xizmatingga rahmat aytaman. Ham tabriklayman seni shu Erk TV'ni ochib Uyg'urlar uchun qilayotgan ishingga. Ondan keyin bilan Gollandiya masalasini so'rab qoldim. Gollandiyada mening filmimni qo'ydi ekan. Film festivalida. Ben bir yerde bütün milletlerninki özünün filmlerini ekilip film festivaliga koyup özünün halkını qandaq təşviq qılatqanlığını gördüm. Bu mening filmimni qo'yish emas, mening filmim orqali Uyg'ur xalqining 60 yildan beri tatgan azap oqibatlarini bu film yozuvchi yezib chiqibdi. Men shuning bilan birga barliq Uyg'ur xalqining tatgan azap oqibatlarini Gollandiya xalqiga anglatish va Gollandiyadagi barliq hozirgacha o'zininki bu yerde qilish rasmiyatini bejirenmegen Uyg'ur musafirleri, sergandar farzandlarimning ahvolini bir taraf qilish, chunki bütün dünyadan Uyg'urlar nayeti ko'p bo'libmi yoshlar Gollandiyaga qochib kelayotqashqa bu yerdagilarning ahvoli intayin og'ir ekan. Xitoy hukumati Gollandiya hukumatiga besim ishlatish orqali nurg'un ishlarni nurg'un ballarga negativ va rad qilish kapti. Shu masalalarni bir taraf qilish va Gollandiyadagi barliq Uyg'ur xalqining ahvolini so'rash, Uyg'ur xalqining ahvolini so'rash ham hal qilish tegishli meseleleri bo'lsa hal qilib berish. Shuning bilan birlikda Gollandiya hukumatini shu Yevropa parlamentinin ichidagi bir ovoz bo'lganligi uchun Yevropa parlamentida va butun dunyoda o'zining davlatida Uyg'ur masalasining, Uyg'ur xalqining ozodligiga bir kishilik ovozini qo'shtirish uchun men bu Gollandiyaga bir necha qatim keldim. Rahmat Rabiyana. Sizden hem tuncu qitim sohbat üstüne geldim. Aslida 100 minglarcha savol bor, ya'ni so'raydigan endi bu qitim sizden hem bir xalqimizningki pek bilishga tegishli narsadan birisi. Bu sizning 5 yildan beri endi sizning chiqishingiz nihoyat bir mo'jiza. Shu bir qanday bir g'alabalar qo'lga keldi, qanday bir mag'lubiyatlar bo'ldi. Shu bizning Uyg'ur davosi haqida bir qisqa bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Shu 5 yildan beriki. Har qanday bir g'alabalarning yo'lida mag'lubiyatlar tutishib bilmadi. Mag'lubiyat bo'lmay turibmi g'alabaga erishadigan ish bo'lmaydi. Men Uyg'ur xalqi tarixda shu 5 yildan beri bu 5 yil Uyg'ur xalqining tarixida o'chmas va mo'jiza yaratgan 5 yil deb qarayman. Malli emas bu 5 yil ichida men bilan davoni birga berayotgan. Malli emas bu 5 yil ichida bütün davoga qinini to'kayotgan. Malli emas bu 5 yil ichida mening atrofimga o'lashgan, meni qo'llagan, menga ishongan va men ularga ishongan, o'zining xalqining ozodligiga o'zini otagan, dunyoning ishi teshidagi barliq jangchilarningki qalbisi. Bu 5 yil Uyg'ur xalqining eng uyg'ongan 5 yili. Bu 5 yil Abduxoliq Uyg'urning nolisini anglagan 5 yil. Bu 5 yil Uyg'ur xalqining ovozini dunyoning hamma yeriga yangratgan 5 yil. Rabiya Qodirning ovozi emas, 20 milyon Uyg'urning ovozi bir yerga to'plashib, bir ovoz bo'lib, bir kunlik ostiga olishib, birlik kelib ittifoqlashgan, misli ko'rilmagan darajada 90%dan ortiq Uyg'urning ittifoqlashgan 5 yil. Shuning uchun men bu tarix yaratgan 5 yil ichida garchi ajoyib mo'jizalarni yaratib, xalqimni ozod qilib, Sharq Turkistonni mening xalqimning qo'liga apranmagan bo'lsam-mu, ana shuning ko'rigini sog'an 5 yil, ana shuning eshiklarini echiyotgan 5 yil, ana shuningga yaqinlashgan 5 yil. Bu 5 yil men bu 5 yil ustidagi mag'lubiyat, g'alaba deb qoldingiz.
muxbir efendim, mag'lubiyatlar har qandaq vaqtida qalbining ostida putlashib turadi. Har qandaq bir mag'lubiyatlar shu qalbining asas sog'uvchisi va shu qalbining tajribasi va shuni tajribalarni yakunlash orqali har qandaq bir davlat, har qandaq bir millat, har qandaq bir tashkilot, har qandaq bir hokimiyat ana shu qalbilarga erishdi. Shuningga buningda bizning mag'lubiyatimiz deb qarasak, 7-oyning 5-idagi vaqa qarindoshlarimizni turmudan qutuldiranmadik. Mingligan, 10 mingligan qarindoshlarimiz qonga milinib ketdi. Biz ularni Xitoyning temir tapınının tegidan tatib olanmadik. Biz ularning ko'z yoshini to'xtatolmadik. Biz u qarindoshlarimizni turmudan olib chiqolmadik. Xitoyning tayig'i ostida. Bu bizning bir tarafdan mag'lubiyatimiz desak, yana bir tarafdan ölümge özünü atagan qarindoshlarimizningki, özünün azatlığı için barlığıdan keçaligan xalqimizning o'yg'onganligi cho'qim Xitoy hukumatini singib tugab ketkichi biz o'zimizning erkinligimizni talab qilib namoyish qilib o'tirg'i chiqman deganligi Abduxoliq Uyg'urning sadosini anglaganligi deb qarayman. Mening 7-oyda Muşu Ürümçi vakasida 7-oyning 5-ida chiqqan qarindoshlarimning hargiz to'kilgan qonlarining bekor ketmaydiganligiga, u turmidikilarning tatqan azaplarının bekor ketmaydiganligiga, yaqin kelgusida ularni turmudan qutuldirib chiqadiganligimizga biz bütün dünyadaki vatan işçi ve teşhiriki barliq kurashchilarimiz bütün tadbirlarimiz bilan turmudikilarni qutuldirib chiqish uchun kurash qilamiz. Shuningga ko'zim yetdi. Barliq tadbirlarimizni birlashtirib, yana texmi mukammal ittifoqlashib, bir-birimizni kechirib, buzg'unchilik qilayotganlarni yetim qoldirish ve buzg'unchilik qilayotgan Xitoyning intayin oz sondagi 1% asoslarini supurib tashlash orqali biz yo'llarimizni echib, ya bo'lmasa ularni odam qilib tarbiyalash orqali biz 7-oyning 5-i Ürümçi vaqasidagi qarindoshlarimizning qisosiga javob beramiz. Hem ularni Xitoyning temir tapini ostidan, Xitoy hukumatining zulmi ostidan qutuldirib olamiz deb o'ylayman. Shuning uchun bu 5 yil Uyg'ur xalqining eng uyg'ongan, eng ko'p bedel to'lagan 5 yili. Hem en köp uyg'ongan 5 yili. Barım vakası olsun, 3 vilayet inqilabı olsun, 33. yılki inqilab olsun, yoki ili vakası olsun, bizning xalqimiz mana mush 60 yildan beri 200 yilga yaqin vaqt ichida o'zini raqibi qancha qirsa, qancha o'ltirsa, qancha bostirsa, hech qanday narsadan qo'rqmay, bir kunmi jim turmay o'zining ozotligi uchun kurash qilib keldi. Men shu xalqning qizi bo'lib qolganligimdan faxrlanaman va shu xalqqa ona deb meni ataganligi uchun faxrlanaman va men shu xalqqa milliy davosining yetakchisi bo'lganligim uchun men faxrlanaman. Men bularni u vazifalarni ustimga ola olganligim uchun bu 5 yil ichida men o'zim uchun intayin faxrlanarlik bir 5 yil, men 5 yil ichida her qandaq bir tavlanışqa bo'ladigan jang maydonining ichida tavlanib chiqdim deb o'ylayman. Ko'p rahmat Robiya ana. Sizning vaqt sababingizdan hozir yana aldirdi boshqalar. Mush eng oxirida chet eldagi Uyg'urlarning bo'libmi, yoshlarning qandaq bir umidlarni kutyapsiz? Mush haqida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Men chet eldagi va vatanning ichi teshidagi Uyg'urlardan hargiz yolg'iz chet eldagi emas, hargiz umidsizlanmasligini, hem zich ittifoq bo'lishini, bir-birini kechirishini, uşaq ibtidai vaqtdagi uşaq gaplarni tashlashini, hem bütün zihnini, bütün axloqini, bütün vücudini vatanning ichida turmida yetayotgan, vatanning ichidagi uchuq turmida yashayotgan qarindoshlarini qutuldirishga bog'lashini, bütün ahlini shuningga ishlatishini, uşaq ishlatadigan ahlini ashundaq har qaysi o'z aloyidligi bilan butunlay dunyo Uyg'ur qultiyi va mening atrofimga zich to'plashib, biz birlikda kuchni birlikka akilib pochilamay, nihoyatda o'zimizning xalqimizni yaqin kelgusida erkinlikka ochishimizni, buningdan barliq tadbirlarni amalga oshirishimizni, bo'libmi yoshlar, biz yaqinda yoshlar Dünya Uyg'ur qultiyining yoshlar komiteti va buningga biz shu yoshlar komitetiga Samat apandimni mas'ul qilgan. Men bütün dünyadaki yaşlarga, bütün dünyadaki barliq tashkilotlarga yoshlar komitetlarini aytib chiroyli qurib, shu yerdagi yerlik tashkilotlar bilan zich ittifoqlashib, o'zining xalqining erkinligi uchun va o'zining xalqining madaniyatining tugab ketmasligi uchun, o'zining xalqining tarix va an'analarini o'g'itishi va o'zining diniy e'tiqodining yo'qolib ketmasligi uchun nihoyat yaxshi faoliyatlarni epirishini bütün yoshlarga
yoshlarning keçib chiqish fursatiga erishadigan vatanining ozodligi, xalqining ohuzarini bir minutmi unutib qolmasligini, Robiya Qodir onasini yolg'iz tashlab etmasligini umid qilaman.